6 balası bor bir ayol at bilan sayohat qilmoqchi bo'lib, chorvachilik firmasiga at ijara elish uchun telefon qildi. Xo'jayin, bizga muvofiq bir at ijara bera olamsiz? Buldu. Xanim, sizlarga qanday at lozimdi? Yavaşroqmi, shashroqmi, o'riqroqmi yoki semizroqmi? Yo'q, bizga uzunroq bir at bo'lsa bo'ladi. Uzunroq at? Endi bu qanday gap bo'ldi endi? Demak, o'g'lim, 8imiz bir mindigan bir at bo'lsa bo'ladi. Bir kuni bir bola kichik Ünalg'udan birini ko'tarib uyga kirib tikan apisi so'rabdi. Oy balam, Ünalg'a ko'tarib olibsan-ku? Nereden aldın bunu? Opa, Ha. bu qara bir hojatmanning melika. Bashko'ga sotaman, bashko'ga deganda, so'ng bashko'ga ip qo'ydim opa. Oy canım balam, tatlıq balam. Sen nimi degen akıllıqa? Hacetmenning bo'lsa bo'ladi ekan balam. Opa, bak qo'shib ketma. Men sana yana bir narsa ko'rsataymi? Ha, bo'ladi balam. Qani o narsa? Jura, unda opa o'yliq chiqaylik. Ha. Jura qara. Ana ko'rdingmi opa? Ava. Ha. Nereden geldi bu televizor emdi? Voy opa, Ha. bu mu hojatmanning melikan? Ha. Buni asal ip qo'ydim-ku. Oy tatlıq balam, yaxşı qıpsan. Ha. Bana ağlı uyga kirib qo'ya. Bo'ldi opa. Opa, Ha. darvozaning oldida birisi bor. Chiqib ko'rib boqamsa? Oy kim o? Ko'rsang bilsa. Jura, opa, darvozaning oldiga chiqaylik, jura. Oy. Ko'rdingmi? Oy. Bu kimden kızı emdi? Endi shu opa qara. Ha, bildim balam, bildim. Hacetmenning kızı bolsa, bunu mu ep qo'ya? Bilapsan-da.